malina. Ukrainskiy sort malinalarimiz mana. Kimga kerak bo'lsa ko'chatlari bor. Bularni erta bahorda taydan kesib tashlaganmiz. Kesib tashlamasa ham bo'laveradi. Unaqada unisi ham baribir tagidan ham chiqaradi. Ama kesarmaganlaringiz ham hosil beradi. Mana faqat sal maydaroq bo'lib qoladi. Mana qolib ketgan shoxlar mana ko'rgan bo'lsangiz mana pishdi-da hozir уже bu. Mana pishib mana hosillari. Ko'rishinglar mumkin, chiroyli bir-biridan. Olmalar tayda qolib ketgan shoxlar qirg'adi. Ishchilar olmasdan ketgan shoxlar pishdi o'sha. Bular ham bir 10-15 kunda pishib qoladi. Qiziqqanlar bo'lsa, kimga ko'chat kerak bo'lsa bor. Bular ham bir 15 kunda pishadi, Xudo xolasa. Yo'q, etap-etap pishib boraveradi. Yana 15 kun bor ana. 20 kunga qolmasa kerak. Hozir o'tab netib tozalab qo'yapmiz. Kimga nima bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerni yozib qo'yaman.